Bugungi kunda Xitoy 1,5 milliard chegarasini bosib o'tgan dunyodagi eng aholisi zich mamlakatlardan biridir. Shuningdek, u eng qadimiy davlatlar orasida ham yetakchilar qatorida. Faqat bizgacha ma'lum bo'lgan muntazam yozma tarixi 3,5 ming yilga borib taqaladi. Ammo sivilizatsiyaning ildizi bundan ham oldingi davrlarga oid. Agar Yevropa qit'asiga odamlar Afrikadan kelgan deb hisoblansa, Xitoy aholisi hech qayerdan kelib qolmagan va muqim yashaganlar degan qarash mavjud. Ba'zi olimlarning fikricha, Xitoy sivilizatsiyasi bu hududda ibtidoiy davrlarda yashagan mahalliy tosh davri odamlaridan shakllangan. Demak, buyuk Xitoy devori. U hatto bugungi o'lchovlar bo'yicha olib qaraganda ham ulkan qurilma. Uzunligi 21 ming kilometrdan ortiqroqqa cho'zilgan. Bu New York va Los Angeles orasidagi masofadan deyarli 5 barobar ko'p degani. Yoki hatto Shimoliy va Janubiy qutblar orasidagi masofadan ham biroz ko'proq. Texnologiyalar taraqqiy etgan bizning davrimizda ham odamlar hech qachon bunga o'xshash biror inshoot qurishmagan. Albatta, buyuk Xitoy devorining qurilishi 1 yoki 2 kunda yakunlanib qolmagan. 2 yil deysizmi? Davom etavering. Haqiqat shuki, bu devorni qurish uchun asrlar kerak bo'lgan. Hoynahoy qadimiy shaharlar mahalliy aholini bosqinchilardan himoya qilish uchun devorlar bilan o'ralganligini bilsangiz kerak.